Farg'ona davlat universiteti Chet tillari fakulteti Ingliz tili filologiya yo'nalishi. Abdunazar va Nurjahon 24-106 guruh talabasi. Ming marta shukr. Aziz Nesin. Kaduko'yda Bo'stonjiga boradigan tramvayning ikkinchi vagoniga bir amallab tiqilib chiqib oldim. Orqa maydonda 8 kishi bir-biriga yopishib bir oyoqda zo'rg'a turardi. Arqonga bor og'irligi bilan osilib turgan chol o'zini tramvayning orqa oynasiga tashladi. Cholning oyog'idagi qo'pol matodan tikilgan mahsi va eski kalishi ko'rinib turardi. Cholning boshida eski to'kilib qolgan mo'ynali shapkasi bor edi. O'rta yoshlardagi boshqa yo'lovchi esa somon bilan bekitilgan savatini tramvay tormozi ustiga ehtiyotlab qo'ydi. Savatni joylashtirgach, rangpargina yo'lovchini ogohlantirdi. "Og'ayni, turib olma. Ichida tuxumi bor-a?" Shundan keyin boshlandi. Yo'lovchilar yo'l bo'yi faqat shu tuxumlar haqida gapirishdi. Aslida tuxum bo'lmaganida ham baribir boshqa mavzu topishardi. Mix haqida yoki ob-havomi? Hasratimizni to'kib solish uchun vaziyatni qo'ldan berarmidik? Savatga o'tirmang deb ogohlantirilgan yo'lovchi gap tashladi. "Necha puldan oldingiz?" Savat egasining serajin yuzi battar burishdi. "So'rab nima qilasan?" qo'shildi boshqasi. "Albatta, 3 baravar qimmatga olgan." Mo'ynasi to'kilib ketgan shapkali kishi qo'shimcha qildi. "Hozir nima 3 barobar qimmat emas? Hozir hamma narsa shu." Faqat men va charm kurtka kiygan mo'ylovli kishi lom-mim demadik. Qolganlar xuddi "Amin" degandek bir ovozdan ma'qulladilar. "To'g'ri. Hozir nima arzon? Arzon narsani endi tushingizda ko'rasiz." Ko'ramiz bu ahvol qachongacha davom etarkan. Ishqilib oxiri baxayr bo'lsin-da. Buning yaxshilik bilan tugashi dargumon. Kechagina 2 liraga olgan narsang ertasiga 2,5 lira bo'lib turadi. Shu ham ish bo'ldimi? Biz kechasi uxlasak, ularning uyqusi qochib ertalabgacha narxni oshirishni o'ylab chiqishadi. Qimmatchilik ham mayli. Bozordan kerakli narsani topolmay qoldik-ku, birodar. 6 ta yo'lovchining har biri navbati bilan o'z hasratini bo'lishdi va har bir orzu hol hamdardlik bilan qabul qilindi. "Ha, to'g'ri. Nimasini aytasiz?" Tramvay 6 yo'l bekatiga yetib keldi. Hech kim tushmadi. Aksincha, yana bittasi suqilib kirib oldi. Savat egasi yana boshladi. "Yashash qiyin bo'lib qoldi. 3ma-3 zo'rg'a yetkazyapmiz." Yangi yo'lovchi shu zahoti suhbatga qo'shildi. "Nimasini aytasiz? Hamma narsaning narxi osmonda. Kvartira haqi shunchalik oshganki, bundan balandi bo'lmasa kerak." Hamma yana "Amin" degandek bir ovozdan "To'g'ri" deb ma'qullashdi. Kimdir uy-joy to'lovlarining balandligidan nolisa, boshqasi kerakli narsani topib bo'lmasligidan nolirdi. Yana biri esa alam bilan hali yashasa bo'ladigan uylarni buzishayotganidan shikoyat qilardi. To'g'risi, u yerda bo'lgan gaplarning barchasini sizga yetkazishdan o'zimni tiyib turibman. Ular shunchalik asabiylashgan ediki, uzoq ish kunidan charchab uyiga qaytayotgan odamga emas, balki qimmatchilikka qarshi norozilik namoyishiga chiqqan kishilarga o'xshardilar. Vaqti bilan ovozlarini yanada ko'tarishar va xuddi nutq so'zlashga chiqqan notiqqa o'xshab gapirishardi. Men esa ichimda, "Qo'yinglar. Vatandoshlar bunchalik qizishmanglar. Albatta, asabiylashishga ba'zi asoslar bor, lekin hammasi siz aytganchalik emas. Qolaversa, suhbatlaringiz juda chuqurlashib ketdi. Bu turishda boshingizga balo orttirib olasiz-ku", deb o'ylardim. Bu gaplarni ovoz chiqarib aytmoqchi ham bo'ldim, biroq qo'rqqanimdan ovozim chiqmay qoldi. Tutaqib turgan odamlarga yaxshisi aql o'rgatmagan ma'qul. Dabdalangni chiqarishlari hech gap emas. Shuning uchun boshqa gapimni ichimga yutishga qaror qildim. Tramvay Yog'urtuchu bekatidan o'tganda tovushlar pasayib, g'alayon biroz bosilgandek bo'ldi. Menga o'xshab yo'l bo'yi miq etmay kelgan charm kurtkali mo'ylov chiday olmay baqirib yubordi.
Kim aytdi bizda kerakli narsalarni topib bo'lmaydi deb? Xudoga shukr, bizda hamma narsa bor. Bunday qaltis gap tashlagan odamga cho'chib qaradim. Axir janjal bo'lib ketishi mumkin. Salondagi 7 kishi bir varakayga tashlanib qolsa bormi? Hammaga bir-bir qarab chiqdim. Ular esa charm kurtkalikka qarab qotib qolishgandi. Oraga sukunat tushdi. Yetovlon avvaliga charm kurtkalik nima deganini tushuna olmay qolishdi. Hazillashyaptimi yoki jiddiy gapiryaptimi? Topib olganlaring yo'q, davom etdi charm kurtka. Qani nima yo'q? Agar yaxshilab qidirsa Xudoga shukr, bizda hamma narsa bor. Hammaning og'zini ochilib qoldi. Birinchi bo'lib tuxumli savat egasi o'ziga keldi. Xudoga shukr, albatta hamma narsa topiladi. Qolganlar xuddi amin degandek bir ovozdan takrorlashdi. Xudoga shukr. Qimmatchilik ham hamin qadar emas. Unchalik toqat qilib bo'lmas darajada emas. Chidasa bo'ladi. Xudoga shukr dedim o'ylab. Shu paytgacha qimmatchilikdan shikoyat qilib turgan odam o'lganni kunidan g'uldiradi. O'ylashimcha, shu qimmatchilikni ham o'zimiz tug'diramiz. Tinmasdan qimmatchilik deb baqirganimizdan keyin nima bo'lsin? Ha, tinmay yo'q deyaverib borini ham quritdik. Aslida bizda hamma narsa bor. Xudoga shukr. Kelinglar, sizlarga birma-bir sanab beray, dedi charm kurtka. O'zlaring ishonch hosil qilishlaring uchun. Men haydovchiman. 16 yil ilgari men 125 lira uchun ishlardim. O'shanda shakarning kilosi 30 kurush edi. Hozir shakar 2 lira turadi, lekin mening oylik maoshim ham endi 600 lira. Nima o'zgardi? To'g'ri, shakar oshgan, lekin mening maoshim ham oshganmi? Oshgan. Xudoga shukr, jo'r bo'lib javob berishdi yetovlon. Ulardan biri qo'shimcha qildi. Haq gap. Hozir pul ko'p, Xudoga shukr pulimiz yetarli. Xudoga shukr. Hozir mardikor ham bir kunda 15 lirani pul hisoblamaydi. Xudoga shukr. Mo'ynasi to'qilgan shapkali chol dedi. Hammasiga o'zimiz aybdormiz. Kimdir choy yo'q deb gap tarqatgan bo'lsa, hamma choyni qoplab olishga yuguradi. Keyin o'tirishadi, hech qayerda choy yo'q deb. Hammasini g'amlab qo'ygandan keyin albatta bo'lmaydi-da. Xudoga shukrki hamma narsa bor. Xudoga shukr. Mo'l-ko'lchilik. Yo'lovchilardan bir tinimsiz Xudoga shukr deb takrorlagancha Fenerpol bekatida tushib qoldi. Charm kurtkali yana gap tashladi. To'g'ri, hozir mamlakatimizda milliy sanoatni rivojlantirishga diqqat qaratilgan. Shu sabab hozir faqat chetga mahsulot sotyapmiz. U yerdan hech narsa sotib olmayapmiz. Shuning uchun ham ba'zi narsalar taqchil, topilishi qiyin. Tinmay Xudoga shukr deganlarning biri shoshib, topilishi qiyin, Xudoga shukr, dedi. Keyin xatosini birdan tushunib boshini to'g'riladi. Ha, rivojlanish faqat ba'zi narsalarnigina topish qiyin. Vaqti bilan ular ham ko'payib qoladi. Xudoga shukr. Tinchimadi charm kurtka. Istanbul bo'lgandan buyon bunaqa rivojlanishni, bunaqa qurilishni ko'rmagan. Xudoga shukr. Endi ko'ryapti. Butun boshli kvartallar ko'rilyapti. Xudoga shukr. Fotih Sulton davridan buyon bunaqasi bo'lmagan. Hamma joyni buzishyapti, qutalishyapti. Xudoga shukr. Astoydil vayron qilishyapti. Yo'q, haligi qayta qurishyapti. Yo'llar solishyapti. Shu tariqa tinmay shukrona aytib, Jaddiy Bo'stonga yetib keldik. Tramvayning orqa qismidagi odamlar birma-bir tushib ketishdi. Salonda men faqat va charm kurtkali qoldik. To'satdan u meni savolga tutdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu paytgacha bir og'iz ham gapirmadingiz? Men yelka qisib qo'llarimni ikki tomonga yoyib, bilmadim, men nima ham derdim degandek imo qildim. Men bahsni boshlaganlardek umidsiz, pessimist ham, tinmay shukrona aytadigan optimist ham emas edim. Indamaganimni ko'rib charm kurtkali yana so'radi. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Agar
tramvay tez yurmaganida edi, sakrab tushib qolardim. Bu odam menga yopishib oldi. Men yana yelkamni qisib, labimni burdim. Charm kurtkalikning jahli chiqdimi? Shunaqa tuban odamlar ham bor-da, dedi. Qanaqa? So'radim men. Hadeb Xudoga shukr deganlarni aytaman-da. Ha. Hozir hammasini ichida meni so'kib ketayotgandir. Tilida Xudoga shukr degani bilan ichida boshqacha o'ylaydi ular. Bundaylarga nima desang ham gapingni ma'qullayveradi. Bor bo'lsang ko'ra olmaydi, yo'q bo'lsang bera olmaydiganlar bular. Tramvay Erinko'yga yaqinlashdi. Xo'sh, siz nima deysiz? Bizda rostdan ham qimmatchilikmi? Savol meni qiyin holga solib qo'ydi. Chunki bu charm kurtka mendan qanday javob kutayotganini harchand diqqat qilsam-da anglay olmagandim. Zarur narsani topsa bo'ladimi? Narx-navo oshib ketganmi? Xudoga shukr, javob berdim men. Tramvay to'xtadi. Men esa bir sakrab tushib oldim va Xudoga shukr, charm kurtkali kishidan qutuldim deb o'yladim. Ming marta shukr hikoyasida ochib berilgan g'oya va o'z xulosalarim. Aziz Nesinning Ming marta shukr hikoyasi jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik va odamlarning hayotga bo'lgan yondashuvini fosh etadi. Asarda qashshoqlik ichida yashayotgan odamlarning shukronalik tuyg'usi va bu holatning achchiq istehzo bilan tasvirlanishi diqqatga sazovordir. Muallif boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovutni o'tkir kinoya orqali ko'rsatib, haqiqatni ochiq, oydin namoyon qiladi. Hikoya qahramonlari hayotning eng og'ir sharoitlariga ham ko'nikib, shukr qilishni davom ettirishlari bilan o'quvchini chuqur o'yga soladi. Aziz Nesin shu asar orqali odamlarning o'z hayotiy sharoitlariga tan berishlarini tanqid qilib, ularni ongli ravishda o'z haq-huquqlarini anglashga undaydi. Asarda shukronalikning mutlaq fazilat emas, balki ba'zan kishini aldovchi, uni haqiqatni ko'rishdan chalg'ituvchi omil bo'lishi tasvirlanadi. Muallif qashshoqlikni oddiy hol sifatida qabul qilish va unga ko'nikishning jamiyat rivoji uchun zararli ekanini ta'kidlaydi. Hikoya kulgili ko'rinsa-da, undagi keskin ijtimoiy tanqid tufayli o'quvchi kulgudan ko'ra achinish hissini tuyadi. Ming marta shukr asari kishilarni shukronalik bilan emas, balki o'z hayotlarini yaxshilash yo'lida harakat qilishga undaydi. Aziz Nesin o'zining kinoyaviy uslubi orqali jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni chuqur ochib berishga muvaffaq bo'lgan.